Salom, hurmatli kuzatuvchilar. Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Ali. 15 yoshida Muhammad Ali 1580 ballni qo'lga kiritgan. Shu bir marta topshirib 1350 chiqqan. SATga qiziqishing, universitetlarga, Amerikaga ketishga bo'lgan qiziqishing qachon boshlandi? Qanaqa bo'ldi? Shuni ozgina aytib bersang. 2 yil oldin o'zi 7,5 olganman IELTSimdan. 7,5 necha yoshda olgansan? 13 yoshimda olganman. Malades. Yozda Toshkentda o'qiyman deb bu yerga kelganman. Matematikadan men ustozing bo'lganman. Da, shunaqa. Rahmat. Aha. Shunda refresh qilib o'tirsam, page shunday chiqib qoldi. Blue Bookmi yoki SQBmi? IT bo'yicha bir ikkita projektlar qilmoqchiman, xudo xohlasa. Qaysi universitetlarga topshirmoqchisan? Garvard bo'lib turibdi, конечно, top 1 school bo'lgani uchun. Yana shunaqa zo'r podkastlar olish nasib qilsin. Gazini ber. Rahmat. Salom, hurmatli kuzatuvchilar. Bugungi navbatdagi podkastimiz SAT Toshkentni hozirgi, ya'ni 9-mart sanasiga ko'ra rekordsmeni bo'lgan Muhammad Ali bilan bo'ladi. Muhammad Ali ikkita rekordi bor bizada. Birinchi rekordi eng yosh 1550 plus ballga chiqqan o'quvchi, ya'ni 15 yoshida Muhammad Ali 1580 ballni qo'lga kiritgan va bu 1580 ball hozircha bizning sentrimizda eng yuqori ball hisoblanadi. Xush kelibsan Muhammad Ali. Assalomu alaykum. Mening ismim Muhammad Ali. Surxondaryo viloyati Termiz shahridanman. Termizning 5-public schoolda o'qib kelaman. Zo'r. Muhammad Ali, Termizdansan o'zi. Termizda masalan Toshkentdagiga o'xshab SAT hali unaqa populyarniy, mashhur bo'lib ketmagan yoki bo'lmasa u yoqda ko'pchilik joylarda top universitetga topshiraman deydigan bolalarni topish ham qiyinroq, ozgina, to'g'rimi? Ozgina shu o'zi sani SATga qiziqishing, universitetlarga, Amerikaga ketishga bo'lgan qiziqishing qachon boshlandi? Qanaqa bo'ldi? Shuni ozgina aytib bersang. Tak, o'zi oyim mana shu temaga juda qiziqib yurardi. SATni umuman bilmas edim men, lekin oyim internetdan ko'rib naq topib qoldi 1 yil oldinmi, mana shu yangi yillarga yaqin o'tgan yili. Keyin biz shaharda shunaqa bitta tanishim kurs ochdi. SAT bo'yicha birinchi kurs edi. Bu ham prям zo'r o'tilmas edi, lekin o'sha birinchi kurs bo'lgani uchun o'sha yerga borishni boshlaganman. Keyin shu bir marta topshirib 1350 chiqqan. Bir marta topshirib 1350 chiqqan. Kursni boshlashingdan oldin ingliz tili, matematika darajalaring qanaqa bo'lgan? Ha, tak. 2 yil oldin o'zi 7,5 olganman IELTSimdan. Shu tipa ba'zan bo'lgan o'sha inglizdan. 7,5 necha yoshda olgansan? 13 yoshimda olganman. Malades. Necha yil tayyorlangansan ungacha? Po soti shu 1 yillar ketgan bo'lsa kerak. 1 yil. 0 dan 1 yilda 7,5 ga chiqdingmi? 0 emas. 0 dan emas. Agar unaqa qarasak, shu 3-4 sinfda asta-sekin o'qish boshlagan maktab programmasini, keyin o'sha 1 yil IELTSga tayyorlangansan-da shunda. Keyin 7,5 olgansan. Zo'r. Matematika qanaqa edi? Matematikam ancha yaxshi edi. Abituriyent tugatib, bunaqa to'plamlar tugatib yurganman. Zo'r. Shunda 9-sinfda birinchi marta SAT haqida eshitding va topshirding martda, to'g'rimi? Yo mayda topshirganman. Mayda topshirding, 9-sinf may oyida topshirding va 1350 chiqdi. 50 chiqdi. Zo'r. Keyin nima bo'ldi? Tak, keyin 1350 olganimda вообще zo'r skor deb o'ylardim. Masalan, Garvardga o'qishga ketaman deb unaqa o'sha imagine qilib turdim. Keyin ustozimdan so'radimda, yana topshirishim kerakmi deb so'rasam, ha, ancha pastroq skor dedi. SAT Toshkentda tavsiya berdi o'zimning ustozim. O'sha yerda o'qiganman va shotga joy dedim. Keyin o'sha yozda Toshkentda o'qiyman deb bu yerga kelganman. Zo'r. Yozda Toshkentga kelgansan. Kim bilan turding Toshkentda, qanaqa? Tak, xolamnikida turardim, Yashnobodda. Keyin shu SAT Toshkentga borishni boshladim. Siz birinchi sizga kelardim o'zim. Matematikadan men ustozing bo'lganman. Da, shunaqa. Rahmat. Keyin o'sha 2 oy tayyorlandim. Inglizdan Jamshid akam gruppasida edim. O'sha vaqtlari 1350 ball prям pastroq skor o'zi. Unchalik bilmas edim, kimda so'rasam bolalardan hamman 1350 bor, 1400 bor уже. Prям shokka tushib qoldim men. Keyin o'ylam ancha past skor ekan menda deb tayyorlanishni boshladim. Keyin avgustda topshirdim, 1470 chiqqan. 1350 уже avgustda 1470. 2 oydanmi ko'targanman. 120 ballga oshding. Zo'r. Lekin вообще unsatisfied. Mana shu joyda ozgina yozda, issiqda qanaqa bo'lgan, nima qiziq voqealar bo'lgan, ozgina aytib bersang.
Tak, mana shu yerda men o'ylayman, skorimda prям juda katta rolda komediya o'ynaganda. Bu yerda вообще chotki bolalarni ko'rdim. Masalan, Ubaydulla aka degan Jibkunshanga kirgan bratimiz. Ular bilan yurib shunda prям komediyaga kirib qoldim. Oldin admission haqida почти hech nima bilmas edim-da o'zi. Men unaqa o'ylab ko'rmaganman, chet elga topshiraman deb. Qanaqa qiyinchiliklar bor o'zi u yerda. Просто o'ylayman, SH olsam bo'ldi, уже Garodga сразу jo'nashadi deb. Keyin shu Ubaydulla akalarni ko'rib, unaqa komediyaga kirib, sizlar bilan yurib, ko'proq informatsiya oldimda shu haqida. Zo'r. Ubaydulla senga nima vazifalar bergan? Shu yurgan paytingda Toshkentda endi kelgansan. Da prям yaqin edik o'zi. Bunday vazifa bermagan, to'g'ri. Просто birgalikda dars qilardik. Shu ertalabdan kechgacha birgalikda dars aytmayapman. Sen aytding-ku, Toshkentga kelgan paytda ozgina yopiqroq odamlar bilan to'g'ri gaplashib ketaman. Keyin Ubaydulla senga shoshma deb nima zadachalar berardi. Tipa ko'chaga chiqib, masalan, mana shu odam bilan gaplashgandadir, SH Toshkentda qandaydir gapirib ber, SH haqida gapirib ber yoki nomerini olib nimadir pul so'rama debdi yoki magazinga kirib yoki inglizcha gapir yoki bepulga narsa ol deb prям ekstravert qilmoqchi bo'lardi. Foydasi bo'ldimi? Bo'lardi, juda foydasi katta bo'ldi o'zi. Katta bo'ldimi? Keyin уже o'zing do'stlar orttirish boshladingmi yangi? Bu yerda SH Toshkentda ustozlar tanib qoldim, bolalar tanib qoldim juda ko'p. Keyin shu kelishimdan oldin вообще prям nerd bo'lib bo'lganman, introvert bo'lganman. Bunaqa bolalar bilan, ko'chadagi bolalar bilan gaplashmasdan uyda o'tirib faqat dars qilib o'tirardim. Keyin bu yerga kelib prям вообще o'zgarib ketdim. Ubaydulla juda chatoq bo'ladi u. Chavanchilasaverardi. Yaxshi. Demak, 2 oy asosiy bo'lgan ish nafaqat 120 ballga SAT ballimiz oshdi va уже birinchi o'sha odamlar bilan muloqot qilish skilllarni oshirdik, admission haqida tasavvurlarni kengaytirdik. Mana shu narsa juda ham muhim o'zi. Ko'pchilik bolalar o'ylaydiki, xuddi sen aytganingga o'xshab SAT ham Amerikaga ketib qolaman deb o'ylaydi. Bu yoqda juda ko'plab yana o'zini nyuanslari bor. Shularni kelganing bilan уже discover qilib boshlaganing, Ubaydullaga o'xshagan yaxshi og'aynilar, akalar topganing, menimcha seni omadingdan bittasi. Xo'p, avgustda 1470 ball oldik. Keyin nima bo'ldi? Tak, avgustda 1470 chiqqanda вообще prям недовольный edim o'z skorim bilan. Nega? Mocklarda undan yaxshi chiqardimi? Mocklarda ancha yaxshi chiqardi. 1500 plus kutayotgandim o'zim. Englishdan 700 plus chiqsa xudo xohlasa deb turdim. 690 chiqib qoldi. Ham gruppadoshlarim 750 plus gruppa bo'lgani uchun 1540, 1530 hammasi bunaqa. Avgustda 750 plus o'qiganmisan. Jamshid aka gruppasi o'qirdim. Hamma chotki skorlar olyapti. Men bir o'zim 1470 o'qib qoldim. O'sha prям unsatisfied bo'lganim uchun SAT'ni tashlab qo'ydim. Keyin shu 3 oylarga tashladim SAT'ni. Advanced English degan freshmandan kurs sotib olgandim. U примерно 2 oymi qatnadim unga. Listening ancha oshdi, speakinglarim ancha oshdi. Undan keyin masalan hamma o'sha oktyabrlarda chotki rezultatlar chiqishni boshladi. 1560, 1550 hamma olishni boshladi, o'ylab ko'rdimda. Balki men ham topshirsam shunday bo'lib chiqsa kerak, xudo xohlasa deb turdim. Keyin gruppa ochildi, Donovan ekan gruppasi 750 plus noyabrda tak 3 haftam qolgandi o'z testga. Shunday boraman dedim, bordim. Faqat inglizga boradim o'zim, mazga bormadim, mazimiz yaxshi edi. Keyin shu 3 haftalar o'qidim, вообще juda kuchli o'qidim. Masalan, yozda to'g'ri yaxshi o'qirdim, lekin konsentratsiya yo'q edi. Yozda ko'proq o'sha yangi joyga moslashish, yangi environmentga moslashish, shunaqa bo'lgan bo'lsa, уже oktyabrda aniq maqsad SAT yaxshi ball olish kerak, faqat o'qish. Qanaqa bo'ldi keyin? Keyin shu 3 haftalar bordim. Уже уверенный bo'lib turdim, 1540, 1550 olib chiqaman xudo xohlasa deb turdim. Keyin shuna kiribman, test ishlab chiqdimda, уже bilmadim. Birinchi marta shu, to есть birinchi marta emas, avgust topshirganimda qandaydir volnение bo'lganda ichimda. Nervous bo'lib, bunaqa yaxshi ishlay olmagandim. Qo'llarim dirillab, bunaqa qo'rqqandim, agar past skor chiqib qolsa nima qilaman deb. Keyin dekabrda kirganimda spokойно o'tirib, mock ishlaganda o'tirib, katta bola, Muhammad Ali уже katta bola bo'lgan. Keyin chotki ishlab chiqdim. 1540lar chiqsa kerak deb kutib turdim o'zi.
keyin 1580 chiqib qoldi вообще hayron qoldimda. SAT Toshkentda edim, Asad aka oldinda o'tiruvdi. Shunda refresh qilib o'tirsam, page shunday chiqib qoldi. Boshida nima deb o'yladim o'zi. O'sha kuni baqir-chaqir cho'qim bo'lib ketdi-yu, o'sha rezza shunaqa bo'ldi. Boshda boshqa akkauntga kirib qoldimmi, qandaydir birovning akkauntiga kirib ketdimmi deb o'yladim Collegeboardda. Keyin shunday bo'lib chiqdi. Muhammad Ali, istoriya zo'r, qiziq, chotki. Endi aytaylik, sanda 3 marta popitka bo'ldi. Ancha vaqt SAT'ni o'qiding, nafaqat o'zing yaxshi ball olding, yaxshi ball olgan yana boshqa bolalarning ham tajribasini ko'rib o'rganib chiqding, to'g'rimi? Tasavvur qiling, bizlarni hozir ko'rib turgan yoshda hali SAT topshirmagan bolalar bor. Shularga o'zing tavsiyang bersang, birinchi boshdan boshlaymiz. Ingliz tilidan 700+ ballga chiqish uchun nima ishlar qilsak to'g'ri bo'ladi? Tak o'zi 700+ olish uchun ba'zan yaxshi bo'lish kerak edi. Masalan, IELTS qachab 7 bo'lish kerak. Agar masalan IELTS topshirmagan, ingliz bilmaydigan odam SAT kelishi umuman foydasi yo'q. 700+ga umuman chiqara olmaydi. 500 da qolib ketadi. Shu gaping uchun hozir to'g'risi shunaqa ba'zi bir odamlar kurs chiqarib sotyapti. SATga talabni intermediate, pre-intermediate deb qo'yganda. Bu intermediate, pre-intermediate bilan sen yuqori ball olgan birorta odam ko'rdingmi? Yo'q. Вообще невозможно. Невозможно. Ishlaydi. Даже 100 ta test ishlasam, 200 ta ishlasam ham foydasi bo'lmaydi, tushunmaydi hech nimani. Ancha paskor chiqadi. Maksimum 550, 500 chiqishi mumkin. Demak, birinchi zadacha minimum IELTS 7 deyapsan. Men 7.5 degan bo'lardim. Men 7.5 degan bo'lardim shaxsan. Nimagaki? Chunki endi bizda data ko'proq bo'lgani uchun studentlarni ko'ryapmiz. Nimadir evaziga IELTS 7 bor deb kelayotgan bolalar avvalgi 2 yil oldingi IELTS 7 bor bolalar bilan bir xil emas. Da score inflation bo'lganda bo'laman men ham. Tipa IELTSdan hozir 9 to'g'ri qiyin olish, lekin oldingi vaqtga qaraganda, 1 yilga qaraganda, 2 yil oldinga qaraganda ancha ko'p kishi olib qoldi-da, 8.5, 9 уже возможно narsa bo'lib qoldi. Men o'ylayman, bu yerda ikkita faktor bo'lishi mumkin. Birinchisi o'sha o'quv markazida o'qituvchilar juda katta qo'shin O'zbekistonda imенно shu SATdan yaxshi ball IELTSdan yaxshi ball olish uchun doimiy izlanishda, harakatda bo'lgani uchun test taking taktikalarni zo'r o'rganib olishgan. Va ikkinchisi IELTSda ham o'sha savollar qaytib tushayotgan evaziga materiallar, ya'ni qaysidir imtihonlarda bolalar даже ko'rgan savollarni qaytib ko'rish holatlarini ham eshityapmiz. Mana shu narsalarning hammasi qo'shilib, hozirgi 7, 2 yil oldingi 7 bilan bir xil kuchga ega emasdek tuyuladi. Men endi IELTS bo'yicha ekspert emasman, lekin kelib bizda o'qiyotgan studentlardan kelib chiqib fikrimni aytyapman. Yaxshi, demak 7 emas, 7.5 deb aytaylik. O'sha har xil riskdan hisob bo'lgan holatda, demak 7.5 IELTSlik darajaga chiqdik. Keyin nima qilamiz? Keyin shu bitta вообще четкий совет eshitganman ustozlarimdan o'zimdan. Bu faqat SATga emas, IELTS, SAT, любой testga to'g'ri keladi. Masalan, agar qandaydir test ishlaysiz-ku, o'shani har bir questionda yaxshilab review qilish kerak. Zo'r. Har bitta konsepsiyani alohidadan zo'r chuqur ichiga kirib chiqish kerak. Yaxshi. To'g'rimi, noto'g'rimi, har bir variant nimaga mana shu to'g'ri, nimaga mana shu noto'g'ri deb o'zingizga tushuntirib berishingiz kerak. Masalan, men yozda shunaqa taktikani ishlatardim, lekin noto'g'ri tushunganman. Masalan, agar noto'g'ri question bo'lsa, variantini to'g'ri variantni ko'rib, bu oson ekan, men prosta ko'rmay qolibman deb aytib ketardim. Lekin agar qaytadan tushganda mana shu savol ishlay olmas edim buni. O'sha esimdan chiqib ketgan, o'zim tushunmaganman, lekin shunday deb o'ylaganman, tushunganman deb. Ya'ni ko'p test ishlaganning foydasi yo'q. Kamroq test ishlab, har bitta testni juda chuqur analiz qilish yaxshiroq effekt beradi. Bu o'zi juda ko'pchilik o'sha yuqori ballga chiqqan bola shu tavsiyalarni beradi, lekin men o'ylayman, birinchi o'sha test tayyorlanish boshlagan odam birinchi mana shunaqa xatoni qilib o'tadi ekanda baribir. Experience masalasi bor. Mana bolalar qayta test topshirishining sababi ham shu bo'lsa kerak. Ya'ni ustozi ham aytadi. Masalan, xuddi shu gapni biz ham darsda ham aytamiz. Tushungani aytaylik. Bolalar keladida, ustoz 3 ta practice ishlab yesam bo'ladimi? Yo'q, kerak emas. Bitta ishlagin, shuni analiz qilib kelgin. Yo'q, men ko'proq ishlamoqchiman. Foydasi yo'q u narsani. Undan ko'ra o'sha bittasini qilib,
zo'r analiz qilib turib, o'sha aytaylik analiz qilgan paytda qaysidir konsepsiyada muammosi kelib chiqsa bolani, o'sha konsepsiyani o'ziga ko'proq ishlagin, qayta tekshirsagani foydasi bo'lmaydi degan narsani biz juda ko'p aytganmiz va yozda o'qigan payting sanga ham aytganmiz. Lekin sen o'sha payt narsani o'sha tajribasizliging bo'lgani uchun, o'sha studentlarga xos kasallik bo'lgani uchun qilmagansan baribir. Mana shu xatoni qilib bo'lganimdan keyin o'sha tushunganman, qilish kerak ekan bu sovetni deb. Hamma o'z studentlarga aytiladi, birinchi darsdan aytiladi, shunaqa qilish kerak deb. Lekin baribir o'sha normal qilmasdan keyin opit bo'lsa, studentlar o'zi tushunib yetsa kerak baribir. Shunaqa qilish kerakligini. To'g'ri. Yaxshi. Demak, birinchi IELTS teorimni oldik. Endi har bitta savol turini konsepsiyadan ko'rib chiqdik. To'g'rimi? Shu konsepsiyalarni ko'rayotgan paytda nima materiallar, nima veb-sayt, nima narsalarni tavsiya qilasan? Так, официальный Bluebook bor o'zi. O'sha College Boarddan официальный testlar bor. Bluebookmi yoki SQBmi? Bluebookda bunaqa mock test ishlaganda bo'lasiz. Bitta shu 2 soatlik, 1 soatlik shuni o'tirib ishlaysiz. SQB bu ham tipa bank bo'ladi. Bu yerda questionlar bo'ladi. College Board o'zi chiqargan. O'shandan ishlash kerak. Официальный bo'lgani uchun ancha yaxshi. Men ko'p kishiga tavsiya bera olmayman. Bunaqa neofitsialniy saytlar bor. O'zlari SAT questionlar tuzgan, lekin ular bunaqa yaxshi emas. Слишком qiyin bo'ladi yoki umuman SAT ga to'g'ri kelmaydigan savollar bo'ladi. Lutchi o'sha официальный savollar ishlash kerak. SQB, Bluebook, keyin Khan Academy. Khan Academy juda yaxshi, har bir temalarni tushuntirgan, bunaqa savollari bo'lmagan yaxshi. SQB dan olingan savollar bo'ladi ko'pi. Güzel. Bolalarni juda qiynaydigan masalalardan bittasi vocabulary. Vocabulary o'zi yozda o'qiganimda вообще normal yodlamadim, bunaqa e'tibor bermadim. O'yladimda, masalan, reading chotki bo'lsa, o'sha bo'ldi, vocabulary ham muhim emas deb ketdim. Lekin bunaqa mocklar ishlab ko'rsam, keyin qarasam, o'sha bitta vocabularydan xato qilsangiz 20-30 arif tashlayapti. Shundan keyin SAT Toshkentda o'zini bunaqa zborniki bor vocabularydan. Har bir real examdan olingan so'zlar bor. O'shani yodlashni boshladim. Keyin College Board shu College Panda bor. O'shalardan yodladim. Lekin baribir aytganimda yozda prям yaxshi o'qimadim o'zim. Shunga ancha xato qilganman vocabularydan o'z testda. Lekin agar dekabrda topshirayotganimda o'sha ko'proq yodlab bunaqa kartochkalar bo'ladi, bilasizmi? Отдельный приложениялар bor, o'shalarga qarab, o'shalar bilan yodlabda Quizlet o'shan bilan qildim. Chotki qildim. Ham agar o'zi levelingiz kuchli bo'lsa, даже если bilmasangiz ham vocabularyni примерно qarab guess qila olasiz. Просто так guess emas, bunaqa ABCD bo'lsa, любойni tanlab qo'yib emas, bunaqa logical guess bo'ladi. Agar level ancha kuchli bo'lsa, o'sha narsani prям qila olasizda. Zo'r. Demak, birinchi IELTS teorini oldik, savol turlarini ko'rib chiqdik, savol turlari uchun materiallarni aytdik. Keldimi? Savol turlarini ko'rib chiqqandan keyin full practice qilamizmi endi? Masalan, bir oy qoladi testga. O'shanda prям real examlar, past examlar juda ko'p ishlash kerak edi. Har birini aytganimda prям review qilib chiqish kerak. To'g'ri har bir questionda review qilib, to'g'rimi o'shani qarab chiqish kerak. Keyin Bluebookdan официальный testlarni ishlash kerak. Prям real exam atmosfera qilib, umuman bunaqa dictionary ishlatmasdan, kalkulyator ishlatmasdan chotki qilib ishlab ko'rishingiz kerak edi. O'zingiz levelingizni bilasiz. Keyin o'sha 3 ta yoki 2 ta practice ishlaganingizdan keyin bilasizda qaysi areada lek qilayotganingizni, qaysi areada ko'proq xato qilyapsiz, masalan, readingdanmi yoki vocabularydanmi. Keyin bir oy qolganda именно o'sha fieldga qarab ishlash kerak, именно o'sha topikni ko'proq ishlash kerak. To'g'ri, boshqa topiklarni tashib qo'ysangiz level tushib ketishi mumkin. Lekin agar vocabularydan ko'p xato qilyapsizmi, vocabularyga ko'proq fokus bersangiz, ancha yaxshi ko'tarib olsa bo'ladi. Zo'r, Muhammad Ali. Ingliz tili demak o'zi asnonom ko'proq oxirida practice bilan, analiz bilan hal bo'lib ketdi. Matematika o'zi ba'zi yaxshi edi, u ham tayyor hal edi. Endi 1580 ball chiqdi dekabrda. Nima qilyapsan hozir? Endi planlar qanaqa? Tak, o'zim majorim computer science.
Shunga ITga borishni boshladim. O'z majorimda anchadan beri bilmay yuruvdim. Har xil fieldlarda как бы try qilib ko'rdim. Именно o'sha CS menga yoqib qoldi. Shunga IT bo'yicha bir ikkita projektlar qilmoqchiman xudo xohlasa. Ham boshqa extra curricularga kelsak, shu SAT Toshkentda Student Union degan projektni launch qildim. Masalan, biz debatlar qilamiz, sport bo'yicha har xil eventlar o'tkazishimiz mumkin. Shu. Keyin xudo xohlasa mayda AP topshiraman. AP Calculus BC bu matematika. Ozgina chuqurroq kirsak, bu nima o'zi AP? Tak SAT, AP, shu AP SATdan balandroq levelda turadigan bitta test. O'sha APda masalan English ham bor, psychology, physics, maths bor, har xil naqa fieldlarga bo'lingan. Men именно o'sha mathsga tayyorlanyapman hozir. Bu ertaga universitetga topshirgan paytda ancha foydasi bo'ladi. Zo'r. APni mayda topshiramiz. Shunda уже bizda 3 oy 4 oydan keyin admission boshlanadi. Qanaqa ketyapti admissionga tayyorgarliklar? Tak, hozir shu Baydulla akalar, boshqa keyin ustozlar ko'pi universitetga kirgani uchun, universitetga kirgani uchun ko'pidan savat olib turaman. Masalan, essaylar qanday yozsam bo'ladi, ekstraga nima qilay deb shu bratlarimdan savat olib turibman. Keyin bir ikkita shu consulting firmalar bor, o'shalardan xudo xohlasa qandaydir uslugalarni olishim mumkin. Lekin hozir ko'proq именно SAT Toshkentda o'zini free kursi bor, admission bo'yicha. Unlock desa ham bo'ladi uni. O'sha Unlock anchadan beri 2019-yildan beri uni launch bo'lgan. U hamma narsa bepul, ancha masalan $500 turadigan informatsiyani o'sha bepulga berishadi ular. O'shani ko'rdim, videolarini, unaqa darslarni qildim. Shunga insightim ancha oshdi admissionga. Undan tashqari shu aytganimdek akalarimdan savat olyapman. Keyin SAT Toshkentda har 2 hafta bizda shu admission bo'yicha kurslar o'tkaziladi. Zo'r, yaxshi. Muhammad Ali, endi nasib qilsa qaysi universitetlarga topshirmoqchisan? Tak xudo xohlasa, конечно, Ivy ga topshiraman. O'zi Dream School'im Garvard bo'lib turibdi, конечно, top 1 school bo'lgani uchun ham o'zi menga bunaqa o'sha shtati juda yoqadi. Massachusetts shtati prям juda yoqadi va undan tashqari, lekin именно Kanadaga topshirmoqchiman xudo xohlasa. Особенно Torontoga, University of Torontoga top 20 dami turadi adashmasam. Именно уже admission haqida bilishni boshlaganimdan beri именно Kanadaga ketmoqchiman. Menga o'sha country juda yoqadi, o'zi atmosferasi bo'yicha, bunaqa mentalitet bo'yicha juda yoqqani uchun Amerika masalan ko'p kishi AQShga ketmoqchi bo'ladi, to'g'rimi? Lekin men именно Kanadaga juda katta fokus bermoqchiman o'zim. Zo'r. Muhammad Ali, omad o'qishlaringga, nasib qilsa hali universitetga kirgan paytingda yana shunaqa zo'r podkastlar olish nasib qilsin. Gazini ber. Rahmat.